Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozir o'zingizlarga sunduğunimiz Doktor Necip El-Kaylanining Turkiston kechilari nomli tarixiy romanining Uyg'urcha tarjimasi. Tarjim qiluvchi Roshangul Abdulim, Chashmzulal. Nashr qiluvchi Saja Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrir Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Beg'ishlama. Ushbu tarjima romanni Ona vatan muqaddas Sharqiy Turkistonning hurligi uchun barliqini fido qilgan aziz shahidlarimizning pak ro'yiga, kishan taqoqlar irodasini sundurolmagan azmatlarga, tog'larni makon tutgan, bo'shashmagan, bosh egmagan kurashchan mujohidlarimizga, ilgari ketganlarga, ketayotganlarga, kelajakda ketguchilarga, shahidona aziz diyorga, Sharqiy Turkistonning eng chet yaqinlariga, erlariga, ayollariga, oqsoqollariga va o'smirlarga, har bir g'ururliq hur qiz o'g'loniga, aziz Turkistonning qissasini butun dunyoga anglatgan Mustafa Murad Hazratga, Necip El-Kaylaniga, shularning hammasiga bag'ishlaymiz. Sajiya. Kitobda tilga olingan ba'zi haqiqiy tarixiy shaxslar. 1931-yildagi Qumul yig'iliq rahbari 1933-yili 12 noyabr Kashgarda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati Jumhur raisi Xo'janiyaz Hoji Eminiyaz o'g'li. Turpan qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati generali, Kashgarda turishliq 36-diviziya bosh qo'mondoni Mujohid Mahmud Mo'iti. Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati boshqaruvchisi bosh vakil diniy ulamo Sabit Damullam Abdulbaqi o'g'li. 1932-yili qurilgan Xotan Islom hukumati amiri Sharqiy Turkiston davosining xalqarolash boshlamchisi Muhammad Amin Bug'ra. 1944-yili 12 noyabr G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tunji jumhur raisi Alixon To'ra Shakirxon To'ra o'g'li. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati ikkinchi jumhur raisi Ahmadjon Qosimi Nadir o'g'li. Altay qo'zg'olonchilar rahbari Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Altay viloyati valisi Mujohid Osmon Batur Islom o'g'li. Majunning kishilarga qarshi Altayni qo'g'digan Mujohid Altay valisi qo'shimcha garnizon qo'mondoni Sharifxon To'ra Jang'isxon o'g'li. Sadiq kommunizm jangchisi Sharqiy Turkistonning Xitoy Xalq Jumhuriyati tomonidan ishg'ol qilinishiga cho'ng rol o'ynagan atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Burhan Shahidi. Atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining siyosiy va harbiy rahbari Mustabid Jin Shurin. Atalmish Junhua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi Wu Zhongshin. Atalmish Junhua Mingo Xinjiang o'lkalik hukumatining raisi keyin Xitoy kompartiyasiga o'tib olgan Jang Jijong. Millionlagan Sharqiy Turkistonliklarning qotili 200lama atalmish Xinjiang o'lkalik hukumatining boshlig'i Xinjiang podshoyi Jallod Shingshisay. Muallif talantli adib Doktor Necip El-Kaylani to'g'risida. Doktor Necip El-Kaylani 1931-yili Misrning G'arbiya viloyati Sharshaba yezisida dehqon oilasida dunyoga kelgan. 1949-yili Tantada to'liq o'ttira diplomiga erishib, Qohira universitetining tibbiy fakultetiga o'qishga kirgan. 1955-yili musulmon qarindoshlar jamoatiga qatnashganligi uchun o'qish bitirish oldida qo'lga ilinib, 10 yillik qamoqqa hukm qilingan. Shu jarayonda turmalarda har xil qiynashlarga duchor bo'lgan. 1959-yili ikki putining paylari tortishib, sog'lomligi yaxshi bo'lmasligi sababidan qo'yib berilgan. Shuningdan keyin u universitet o'qishini qayta davomlashtirib, 1960-yili tibbiy fakultetni bitirgan. O'z kasbida mashg'ulotchi doktorlik xizmati bilan birga adabiy emgaklarini e'lon qilishga boshlagan. El-Kaylani 1965-yili Jamal Abdul Nasir davrida yana bir qatim turmaga tashlangan. 1967-yili 6 kun urushi mag'lubiyatidan keyin qo'yib berilgan. 1968-yili vatanidan ayrilib, Arab Birlashma Xalifaligida doktorlik kasbida davom qilgan. Keyin Sahiya sog'lomlik madaniyati bo'limining mudiri bo'lgan. Kaylani 24 yillik muhojirat hayotidan keyin 1982-yili Misrga qaytgan va oxirgi kunlarini savr chidam ishida rak kasali bilan elishib o'tkazgan. 1995-yil 7-mart kuni vafot bo'lgan va ona vatani Misrda dafn qilingan.
Necip el-Keylanining türmelerde tartqan mushaqqatlari uning zulm va zo'ravonlikni o'chkirish, mehr-muhabbat, keng qo'rsaqlik va insoniyatni hurmatlash qarashlariga cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Shu jihatdan bu yuksak insoniy xarakter uning butun adabiyotiga singib ketgan. U ijodiyatlarining mo'l, sarxil va yorqinligi jihatdan hozirgi zamon islomcha adablarining oldingi qatorida turadi. U roman, proza, she'r, obzor, fikr ideya va tibobat sohalarida 70 dan ortiq kitob yozgan bo'lib, yozmalarining hammasida erkin parvoz qilguvchi talantli adib, shundaqla yaxshilik, fazilat, keng qo'rsaqlikdan iborat insoniy va islomiy qimmat qarashlarga chaqirg'uvchi edi. Adib Keylani din bilan fan, adabiyot orasida hech bir to'qinish yo'q. Agar bor deyilsa, islomga o'chmanlik qiladigan yoki islomning keng shariatini tushunmaydigan kishilar o'ydirib chiqargan to'qinish bor. Chunki islom fanga, adabiyotga qarshi turmaydi, balki uni targ'ib qiladi. Musulmon degan ruh va tandan iborat bo'lib, islomiy adab axloqlardan chiqib ketmasala, ruhiy va tinining arom va huzur elishini rad qilmaydi deb qaraydi. U nihoyat xushbichim va kamtar bo'lib, mutabassim, illiq chiroy, salmoq, kam so'z, yiroqni ko'rar, go'zal kelajakka ishonadigan, sog'lom logika, ravon uslub qatorliqlar uning har holatida, hatto qop-qorong'u kamerlardimi, zolim jallodlarning qamchilari ostidami uningdan ayrilmaydigan sifatlar edi. Adib Keylani Misrlik boshqa isil qarindoshlariga o'xshash yumoristik edi. Uning so'zlari, leksiyalari va yozmalarining hammasi yumoristik edi. U o'zining ijodiyat hayoti haqida mundaq deydi: "Men hayotimni shoirlik bilan boshladim. Faqatla she'r yozatdim. She'rlarimning ko'pinchisi siyosiy va hissiy she'rlar edi. Keyin hikoya romanga yo'tkilib, 2-Dunyo urushi mazgilini va uning Misr jamiyatiga, bo'libmi Misrning yezi sahrolariga bo'lgan ta'sirini ifodalaydigan Uzun yo'l degan romanim bilan Ma'arif ministrligining bir musobaqasiga qatnashdim. Bu mening tunji urinib ko'rishim edi. Natijada turmada turib mukofotga erishdim. Ta'limga romandagi ismim taxallus va shifr bo'lg'achqa, romanning bir mahbusning ekanligi faqat natija e'lon qilingandan keyin oshkorlandi. Arab va islom jamiyatining masalalarini tadqiq qilish haqida bir bo'lik qisqa hikoyalarni yozdim. Masalan, Arzul Anbiya, payg'ambarlar zamini, Qudusda namoyon bo'lgan Umar, Turkiston kechalari, Shimol giganetlari, Jakarta qizi qatorliqlar. Ahli salib urushlari haqida va'da qilingan kun romanini, islomning tunji davri haqida Hamzaning qotil romanini yozdim. Allohning dini uchun xizmat qilish mas'uliyatini har musulmon o'zining imkoniyati, iqtidori va kuchiga beqib o'rinlaydi. Adib va shoir doktor el-Keylani haqiqatan yaxshi yozuvchi edi. U o'zining adabiyotini dini uchun va dunyoning har yeridagi mazlum musulmon qarindoshlari uchun xizmat qildirgan edi. Uning hikoya romanlari, dramalari va she'r adabiyoti, hatto uning tibbiy kasbi hammasi Allohning roziligini ko'zlaydigan, islom va musulmonlarga izzat, musulmonlarning vatanlari uchun hurriyat va istiqlol talab qiladigan mushu cho'ng nishon va mushu buyuk g'oya uchun edi. Keylani islomning fikr ideyalarini go'zal yo'sinda o'ttirib qo'yib, islom tarixi va musulmonlarning realligini to'g'ri islomiy tasavvur bilan tushuntirgan utuqli adiblardan bo'lib, bu hol xususan yosh o'g'il-qizlarning, umuman butun musulmonlarning ko'ngillarida yaxshi ta'sirlarni qoldirdi.